Ozish uchun dunyoga birinchi o'ringa turadigan psilin po'stlog'ini tayyorlash usulini ko'pchilik so'ragan edi. O'rgatamiz. Qarang, yarim osh qoshiq psilinni olasiz. Iliqroq suvga solasiz, yaxshilab aralashtirasiz. Quyuq holatiga kelib qoladi, xudo xolasa. Mana shu 10 minut qo'yib qo'ysangiz, quyuq bo'lib qoladi. Buni ichsangiz, xudo xolasa o'zingiz xohlagandek natijaga erishasiz. Foydasi katta, juda ko'pchilik klientlarga beramiz. Yaxshi foyda bergani uchun yana reklama qilyapmiz. Kecha bitta opa olib ketuvdi 100 gram. 100 gramdan 3 kilo vес tashabman deb xursand bo'lib kelib, yana 200 gram olib ketdilar. Qayerga deb so'raganlarga Toshkent Chorsu bozoriga mana shu joyga qarab kelaverasizlar. O'zim bo'lmasam mana shu shogird bo'ladi. Arzon qilib berasan, xo'p? Kelaverasizlar, arzon qilib beraveramiz. Mana bismillah.